Mana xudo xolasa xonadoningizda tungi fonishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Tungi fond ishimizni sifat haqida, narxlari haqida bizni kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlariga o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz aka. Albatta, menga xizmatlar, hunarlar yoqdi. Gap so'z yo'q bunga. Narx-navosi ham yo'lida. Sifat yaxshi. Bu sifat ham sifatlik. Lekin mening mo'ljallimdan ancha arzonga bo'ldi, lekin gap so'z yo'q. Buni bitta ukamiz menga maqtagandi, sizlarning ishinglarni o'zim ko'rdim, ishinglarni menga yoqdi. Shundan keyin men u boladan sizlar nomerlarni oldim. Olib telefonda gaplashdim-da, keyin sizlarni YouTube'da hunarlarni, qilgan ishinglarni ko'rdim, menga yoqqani uchun chaqirib olib keldim sizlarni. Xudoga shukr. Mana do'st. Aka, qolgan tomoshabinlarga ham tavsiya qilasizmi mana shunday xizmatlarni? Hammasiga xudo xolasa bir inshaalloh Alloh nasib qilsa hammasiga tavsiya qilaman. Tungi fonlar xudo xolasa ko'p yil xizmat qilsin, yaxshi kunlarga buyursin aka. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Men mingdan ming roziman. Sizlar ham qilgan mehnatga rozi bo'linglar. Mayli aka. Xonadonimizning mana shunday chiroyli bo'lib bitishiga ko'cha shapkasi, ravatxonasi, ichkari shapka qismlarimizni pulni aylanasiga atiga 16 million so'm atrofida pul ketdi. Shu 16 million so'mning ichida kosmosimizni ham o'rnatib berganmiz aziz do'stlar. Xonadon egalarini faqatgina ustakamizga bir mahal obed berildi. Hozir ro'zangunda obed ham shart emas aziz do'stlar. Tungi fondimizning 1 kvadrat metrini barcha rasullar ichida o'rtacha 140 ming so'm atrofida qilib bermoqdamiz. Barcha rasullari ichida deganda lesasi, rekasi, samarezi, ustunukasi yetkazib kelishi barcha rasullari ichida bo'ladi aziz do'stlar. Sizlarga mana shunday sifatli, hamyonbop narxdagi tungi fond xizmatlari kerak bo'lsa, albatta bunga murojaat qilish esdan chiqmasin. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarning ham bo'lishi mumkin aziz do'stlar.